Salom bolajonlar. Ahvolingiz yaxshimi? Qani, ekran qarshisiga yaqinroq keling. Tinchmas qahramonlarimizning sarguzashtlarini birgalikda kuzatamiz. Bolalar, bugun shahrimizga janob hokim tashrif buyurar ekan. Hokimga kim o'z qo'llari bilan sovg'a yasab bersa, eng yaxshisini mukofotlar emish. Ajoyib! Ularga nima sovg'a tayyorlasam ekan, ha? Topdim! Janobning suratini chizib beraman. Yaxshi fikr. Sen buni uddalaysan. Unda men juda katta tort pishiraman. Barakalla Lili, unda tezroq ishga kirisha qol. Reki, sen nima qilmoqchisan? Bilmasam, men unda kartondan janob hokimning maketini yasayman. Yaxshi, unda men ham bo'sh o'tirmasdan stol bezata qolaman. Qani ketdi. Shahrimizga mehmonga janob hokim keladi. Sovg'amiz unga yoqsa, juda xursand bo'ladi. Mimo surat chizadi, Lili tort pishiradi. Pahlavon ham qog'ozdan haykal yasab beradi. Alo, eshitaman. Tushunarli, janob hokim, hoziroq hal qilamiz. Reki, yordaming kerak. Janob hokimning mashinasi yo'lda o'chib qopti. Mashinani tortib kelish kerak. Albatta, amaki, hoziroq ishga kirishaman. Salom bolakay, seni oting nima? Salom janob hokim, men pahlavonman. Yordamga keldim. Ajoyib, qani ketdik unda. Xush kelibsiz janob hokim. Qani keling, bolalar siz uchun o'z qo'llari bilan sovg'a yasashdi. Bolakay, bu suratni rostdan ham o'zing chizdingmi? Ha, janob hokim, o'zim chizdim. Barakalla. Qanday ajoyib tort. Seni isming nima, qizaloq? Men Liliman. Marhamat, shirinligimdan tatib ko'ring. Shirinliging juda ham mazali ekan, Lili. Iya, bu nima ekan? Kartondan sizning maketingizni yasamoqchi edim, lekin ulgurmadim. Afsus. Tushunarli. Unday bo'lsa tezroq g'olibni aniqlay qolay-a? Bugungi o'tkazilgan tanlovimizda, demak, Reki g'olib bo'ldi. Axir qanaqasiga? Reki, sen ish bilan band bo'lsang-da, qiyin vaziyatimda yordam berganing men uchun eng katta sovg'a bo'ldi. Buning uchun senga katta rahmat. Barakalla.